Bunaqa kelin kimga kerak? Kim ko'zi uchib turibdi? Men shu o'g'limni uylantirib olsam, mazza qilib ko'k choy ichib, rohatini ko'raman degan ota-ona endi og'zi oshga yetdi deganda, bu yerdan kelin o'g'ilni sug'urib olib chiqib ketsa, kimga kerak bunaqa kelin? Lekin mana shu kelinlari shartiga ko'nayotgan iflos kuyovlar bor, erkaklar bor. Ota-onani tashab chiqib ketishga tayyor turganlari bor. Ota-onadan kechilmaydi, birodarlar. Xotindan kechsa kechiladi, lekin ota-onadan kechilmaydi. Ota-onangizdan kechdingizmi? Xudo sizdan kechadi. Ota-onangizdan ayrildingizmi? Xudo sizdan ayriladi, bilib qo'ying. O'shaning uchun hech bir holatda qanaqa shart bo'lmasin, faqat tanlash imkoniyati bo'lsa, ota-ona tanlanadi. Ularning roziligi, ularning duosi tanlanadi, birodarlar. Bir joyga bordik. Bir yigit dardini aytayapti. Qoraga tanish bilishlaringiz ko'p. Shu birorta kvartira gaplashib bersangiz, men oilam bilan chiqsam edi deydi. Nimaga uyda kelinlar ko'pmi? Siqilib qoldinglarmi? Yo'q, men ayolim, 3 ta bolam, onam deydi. Sizga nima kerak kvartira? Nimaga kerak kvartira? Xo'p, siz chiqib ketib, onangiz kim bilan qoladi desam, 2-3 kunda kelib turaman deydi. Siz nimani ko'zlab bu yerdan chiqyapsiz? Kimmi?